Assalomu alaykum Chortodagi IT School obunachilari. Bugun men sizlarga birinchi dars kunida o'rgangan narsam, menimcha hammaga kerakli. Buni ko'pchilik biladi, lekin bilmaganlar uchun kompyuter orqali Wi-Fi kodini bilishni o'rgataman. Qani ketdik. Windows'da tugmasini bosgan holatda endi biz bu joyga cmd so'zini komandasini yozishimiz kerak. Enter tugmasini bosib turib, bu joydan endi biz match bilan show profile kengaytmasini yozib turib enter tugmasini bosishimiz kerak. Keyin o'zimiz hududimizda hamma Wi-Fi dostuplar chiqadi. Endi bu joydan biz yozishimiz kerak match bilan show profile deymiz. Endi qaysi Wi-Fi bizga ma'lumotlar kerak. Bu joydan endi biz o'zimiz kerak bo'ladi. O'zimizga yoqqanimiz olamiz, blokka olib, Ctrl bilan siz tugmasini bostirgan bo'lsak, shu Wi-Fi'miz nomini blokka beradi. Ko'chirib olgandan keyin oxirgi key teng clear kengaytmasini yozadigan bo'lsak, bizga Wi-Fi'mizda hamma danli ma'lumotlari chiqadi. Endi bu joyda bizga eng kerak bo'ladigan shu ключ degan qismida Wi-Fi'mizning kodi hisoblanadi. 121 212 12. Mana shu joydan Wi-Fi'miz hamma ma'lumotlar chiqadi. Sizlar ham shunaqa qiziqarli narsalarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, hammalarni Chorto IT School'da kutib qolamiz.